Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun juda muhim savolni aniq va oddiy tilda tushuntirib beraman. Eski pasport kitobchani albatta almashtirish kerakmi? Ayniqsa pensionerlar uchun biometrik pasport yoki ID karta shartmi? Bu masala har bir oilaga tegishli. Chunki deyarli har birimizning uyimizda ota-onamiz, buvimiz, bobamiz, yoshga katta qarindoshimiz bor. Noto'g'ri tushuncha sababli odamlar ortiqcha yugurib, navbatda turib, pul sarflab, hatto pensiya to'xtab qoladi deb qo'rqib yurishadi. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Men qaysi holatda pasportni almashtirish kerakligini, qaysi holatda shoshilmaslik mumkinligini, pensionerlar uchun nima muhimligini va amalda qanday yo'l tutish kerakligini batafsil aytaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar odamni ortiqcha xarajatdan, ortiqcha asabdan va noto'g'ri qarordan saqlaydi. Avval vaziyat qanday edi, shuni tushunib olaylik. Ko'p yillar davomida fuqarolarda pasport kitobcha bo'lgan. Ya'ni ichida sahifalari bor, yashash joyi, oilaviy holati, bolalari, nikoh qaydi, ro'yxatdan o'tgan manzili kabi ma'lumotlar qayd etiladigan eski ko'rinishdagi pasport keyinchalik biometrik pasport joriy qilindi. Unda shaxsni aniqlash ma'lumotlari yanada himoyalangan elektron bazalar bilan bog'langan. Chegaradan o'tishda va rasmiy idoralarda tekshiruv osonroq bo'ladi. Keyin esa yana bir o'zgarish bo'ldi. Ichki foydalanish uchun ID karta tizimi joriy qilindi. Ya'ni hozir O'zbekiston ichida shaxsni tasdiqlovchi asosiy hujjat sifatida ko'p holatlarda ID karta ishlatiladi. Xorijga chiqish uchun esa alohida xorijga chiqish biometrik pasport kerak bo'ladi. Mana shu joyda odamlar chalqashib ketishadi. Menda eski pasport kitobcha bor. Endi uni darhol almashtirishim kerakmi? Pensiya olish uchun biometrik pasport shartmi? Bank kartamni yangilashda eski pasport o'tadimi? Poliklinikada, notariusda, kadastrda muammo bo'lmaydimi? Men eng asosiy fikrni aniq aytaman. Hujjat masalasida hamma uchun bitta javob yo'q. Javob sizning pasportingizning amal qilish muddati, holati, ma'lumotlar to'g'riligi. Familiya yoki manzil o'zgarishi, chet elga chiqish rejangiz, bank va pensiya amaliyotlaringizga bog'liq. Kimdir uchun zudlik bilan almashtirish zarur bo'ladi, kimdir uchun esa hozircha shoshilish shart emas. Birinchi navbatda pasportni amal qilish muddatiga qarash kerak. Har qanday hujjatda eng muhim narsa uning yaroqlilik muddati. Agar pasport muddati tugagan bo'lsa, u bilan ko'p rasmiy ishlarni qilish qiyinlashadi. Bank hisobini ochish, notariusda ishonchnoma rasmiylashtirish, ayrim davlat xizmatlaridan foydalanish, shaxsni tasdiqlash talab qilinadigan joylarda muammo chiqishi mumkin. Masalan, 18 yoshli otaxonning pasport muddati 2023 yilda tugagan bo'lsa, u 2026 yilda men shu pasport bilan 20 yildan beri yuribman desa ham tizimda hujjat yaroqsiz ko'rinishi mumkin. Bunday holatda almashtirish kerak bo'ladi. Ikkinchi masala, pasport yirtilgan, sahifalari shikastlangan, rasmi tanib bo'lmaydigan, ma'lumotlari o'chib ketgan bo'lsa, bu ham xavfli. Chunki hujjat faqat bor bo'lgani uchun emas, aniq o'qilishi va tekshirilishi mumkin bo'lgani uchun hujjat hisoblanadi. Masalan, 75 yoshli onaxonning pasporti ko'p yillar sandiqda, ba'zan sumkada, ba'zan dorilar yo'nida yurgan. Nam tekkan, muhrlar xiralashgan, suratidagi yuz hozirgi qiyofasiga juda o'xshamay qolgan. Bunday holatda bank xodimi yoki notarius shubhalanishi mumkin. Bu ularning sizga qarshiligi emas, ular ham qonuniy xavfsizlik uchun shaxsni aniq tekshirishi kerak. Uchinchi masala, familiya, ism. Otasining ismi yoki tug'ilgan sana bilan bog'liq xatolar. Ba'zan eski hujjatlarda bir joyda Abdullayeva, boshqa joyda Abdullayeva, nikoh guvohnomasida boshqacha, pensiya hujjatida yana boshqacha yozilgan bo'ladi. Bunday farqlar yillar davomida sezilmay yurishi mumkin, lekin elektron tizimlar kuchaygani sari muammo yuzaga chiqadi. Pensiya jamg'armasi, bank, soliq, kadastr, notarius, tibbiyot tizimi bir-biri bilan mos ma'lumot talab qiladi. Agar ism familiyada farq bo'lsa, bu bir odammi yoki boshqa odammi degan savol paydo bo'ladi. Shuning uchun bunday holatda hujjatlarni tartibga keltirish juda muhim. 4-masala, yashash joyi. Eski pasport kitobchada propiska, ya'ni doimiy ro'yxatdan o'tgan manzil sahifaga muhr bilan qo'yilgan bo'ladi. Hozir esa ko'p ma'lumotlar elektron bazalarda yuritiladi. Odam bir mahalladan boshqa joyga ko'chgan, lekin hujjatini yangilamagan bo'lishi mumkin. Natijada pensiya yetkazish, bank kartasini olish, kommunal masalalar, ijtimoiy yordam, mahalla tomonidan beriladigan ma'lumotnomalarda chalkashlik chiqadi. Ayniqsa yolg'iz yashaydigan pensionerlar uchun manzil ma'lumoti juda muhim. Chunki xodimlar uni topa olishi, kerakli xabarni yetkazishi
tibbiy yoki ijtimoiy xizmatlarni tashkil qilish kerak. Endi pensionerlarga kelamiz. Eng ko'p tarqalgan qo'rquv shuki, agar pasport kitobchamni almashtirmasam, pensiyam to'xtab qoladimi? Men buni oddiy qilib tushuntiraman. Pensiya olishning asosiy sharti odamning pensioner sifatida hisobda turishi va uning shaxsini aniqlash mumkin bo'lishidir. Agar sizning hujjatingiz amalda yaroqli, ma'lumotlaringiz to'g'ri, pensiya bank kartasiga yoki pochta orqali muammosi kelayotgan bo'lsa, faqat hamma almashtiryapti ekan degan gap bilan vahimaga tushish kerak emas. Lekin hujjat muddati tugagan bo'lsa, ba'zilarda ma'lumot mos kelmasa, bank kartani yangilashda, shaxsni tasdiqlashda muammo bo'lsa, unda albatta hujjatni yangilash kerak. Keling, hayotiy misollar bilan ko'ramiz. Birinchi misol, 72 yoshli pensionerning eski pasporti bor. Muddati hali tugamagan. Familiyasi hamma hujjatlarda bir xil. Pensiyasi har oy bank kartasiga tushyapti. Bank kartasining muddati ham hozircha bor. U kishi chet elga chiqmoqchi emas. Notariusda katta bitim qilmoqchi emas. Bunday odam ertaga to'ngda yugurib borib pasport almashtirish shart degan qat'iy qoida yo'q. Ammo u baribir pasport muddatini, holatini va yaqin kelajakda bank kartasi yangilanishini tekshirib qo'yish kerak. Ikkinchi misol, 69 yoshli onaxonning pasport muddati tugagan, lekin u pensiyam kelib turibdi-ku deb yuribdi. Bir kuni bank kartasining muddati tugaydi. Bank yangi karta berish uchun hujjatni tekshiradi. Tizimda pasport yaroqsiz yoki muddati o'tgan bo'lsa, yangi karta rasmiylashtirish cho'ziladi. Natijada pensiya tushgan bo'lsa ham pulni olish qiyinlashishi mumkin. Mana shu holatda oldindan ID karta yoki tegishli hujjatni rasmiylashtirib qo'yish ancha foydali. Uchinchi misol, boboning pasportida tug'ilgan sanasi 1950 yil 10 mart, pensiya hujjati esa 1950 yil 11 mart bo'lib ketgan. Yoshligida bir harf yoki bir raqam xato yozilgan, hech kim e'tibor bermagan. Endi elektron tizimda mos kelmayapti. Bunday vaziyatda faqat pasport almashtirishning o'zi yetmasligi mumkin. Avval xatolik qayerda paydo bo'lganini aniqlash kerak. Tug'ilganlik guvohnomasidami, nikoh hujjatidami, eski pasportdami yoki pensiya ish hujjatlaridami? Keyin FDIO, migratsiya bo'limi. Pensiya bo'limi orqali to'g'rilash jarayoni qilinadi. 4-misol, 90 yoshli odam yotoq holatida o'z idoraga bora olmaydi. Oila a'zolari pasportini almashtirish kerak ekan, nima qilamiz deb xavotirlanadi. Bunday vaziyatlarda joylardagi migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limlaridan tartibni so'rash kerak. Ayrim holatlarda mas'ul xodimlarning uyga chiqishi, nogironligi yoki harakatlanishi cheklangan shaxslar uchun alohida tartiblar bo'lishi mumkin. Buni mahalla ijtimoiy xodim yoki tuman migratsiya bo'limi orqali aniqlash zarur. Eng katta xato. Yotoqdagi odamni majburan olib borishga urinish yoki hujjat masalasini yillar davomida tashlab qo'yish. Xavotir olishi kerak bo'lgan birinchi toifa. Pasport muddati tugaganlar. Muddati o'tgan hujjat bilan yashab yurish ko'p muammoga olib keladi. Bugun muammo bo'lmasa, ertaga bankda, shifoxonada, notariusda yoki meros masalasida muammo chiqishi mumkin. Ikkinchi toifa. Pasport yo'qolgan yoki yaroqsiz holga kelganlar. Uyda nusxasi bor, rasmi telefonda bor degan gap rasmiy hujjat o'rnini bosmaydi. Nusxa ayrim joyda yordam berishi mumkin, lekin asosiy hujjat emas. Uchinchi toifa. Familiyasi o'zgargan, nikohdan keyin hujjatini yangilamagan, ajrashganidan keyin eski familiyaga qaytgan, lekin hujjatlarda chalkashlik bor odamlar. Ayniqsa ayollar orasida bu ko'p uchraydi. Pensiya, meros, uy-joy, bank omonati, vasiyatnoma kabi masalalarda bitta harf ham ahamiyatli bo'lishi mumkin. 4-toifa chet elga chiqmoqchi bo'lganlar. Bu yerda ichki ayda karta bilan xorijga chiqish masalasi alohida. Xorijga chiqish uchun odatda xorijga chiqish biometrik pasporti kerak bo'ladi. Agar pensioner farzandlari yoniga Rossiya, Turkiya, Koreya yoki boshqa davlatga bormoqchi bo'lsa, oldindan hujjat muddatini tekshirish shart. Aeroportga bo'lganda pasport muddati yetarli emasligi yoki hujjat turi mos emasligi aniqlansa, chipta puli kuyishi, safar bekor bo'lishi mumkin. 5-toifa bank kartasi yangilanadiganlar. Hozir pensiyalar ko'pincha bank kartalariga tushadi. Bank esa mijozni identifikatsiya qiladi. Agar pasport ma'lumotlari eskirgan yoki tizimda mos kelmasa, karta berish, limitlarni ochish, omonatni yechish, plastik kartani almashtirish jarayonida to'siq chiqadi. Shuning uchun pensionerning kartasi qachon tugashini oldindan ko'ring. Masalan, karta muddati 2026 yil aprelgacha bo'lsa, mart oyida emas, undan oldinroq hujjat holatini tekshirish kerak. Shoshilmasligi mumkin bo'lganlar esa kimlar?
hujjat yaroqli muddati bor, ma'lumotlari to'g'ri, pasporti butun, pensiya va bank amaliyotlari muammosiz yurayotgan, yaqin orada chet elga chiqmaydigan odamlar. Lekin shoshilmaslik mumkin degani, umuman qaramaslik mumkin degani emas. Har bir oilada yoshi katta odamning hujjat papkasi bir marta tekshirib chiqilishi kerak. Pasport, tug'ilganlik guvohnomasi, nikoh guvohnomasi, pensiya daftarchasi yoki pensiya bilan bog'liq hujjatlar, bank kartasi, kadastr hujjatlari, nogironlik ma'lumotnomasi bo'lsa, hammasi bir joyda tartibli tursin. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi nozik masala, hamma joyda xodimlar bir xil tushuntirmasligi mumkin. Bir bank bo'limi eski hujjat bilan xizmat ko'rsatadi. Boshqasi esa ID karta so'rashi mumkin. Bu har doim ham xodimning xatosi degani emas. Ichki tartiblar, xavfsizlik qoidalari, tizimdagi tekshiruvlar turlicha bo'lishi mumkin. Shuning uchun men doim maslahat beraman. Gap bilan emas, yozma yoki rasmiy manba bilan ish qiling. Agar sizga pasportingiz o'tmaydi, deyishsa, nima sababdan o'tmasligini so'rang. Muddati tugaganmi? Tizimda chiqmayaptimi? Ma'lumot mos emasmi? Hujjat turi talabga javob bermaydimi? Ikkinchi nozik masala. Pasport almashtirilganda eski hujjatdagi barcha muhr va yozuvlar avtomatik ko'chib o'tadi deb o'ylamang. Hozir ko'p narsa elektron bazada yuradi. Lekin eski pasportdagi nikoh, ajrim, bolalar, ro'yxat ma'lumotlari, boshqa hujjatlar bilan tasdiqlanishi kerak bo'lishi mumkin. Masalan, meros masalasida men uning farzandiman deyish uchun faqat pasportdagi yozuv yetarli bo'lmaydi. Tug'ilganlik guvohnomasi ham kerak bo'ladi. Shuning uchun eski pasportni topshirishdan yoki yangi hujjat olishdan oldin uning kerakli sahifalaridan nusxa olib qo'yish foydali. Bu nusxa rasmiy hujjat o'rnini bosmaydi, lekin ma'lumotlarni tiklashda yordam beradi. Uchinchi nozik masala, pensionerning o'zi hujjat ishlariga befarq bo'lishi mumkin. Yoshi katta odamlar ko'pincha menga nima kerak, uyda o'tiribman deyishadi. Lekin hujjat faqat ko'chaga chiqish uchun emas. U bankdagi pul, pensiya, tibbiy xizmat, meros, uy-joy, subsidiya, ijtimoiy yordam, shifoxonaga yotish, notariya ishonchnoma, hatto mobil aloqa raqamini rasmiylashtirish uchun ham kerak bo'ladi. Shuning uchun farzandlar bu masalaga mas'uliyat bilan qarashi kerak. To'rtinchi nozik masala ishonchnoma. Ba'zi pensionerlar o'zlari bora olmagani uchun farzandiga yoki qarindoshiga borib hal qilib kel deydi. Lekin hujjat olish, shaxsni tasdiqlash, biometrik ma'lumot topshirish kabi jarayonlarda shaxsning o'zi ishtirok etishi talab qilinishi mumkin. Chunki suratga tushish, imzo, barmoq izi yoki boshqa identifikatsiya ma'lumotlari olinadi. Ishonchnoma ham hamma joyda ham yetarli bo'lavermaydi. Agar odam harakatlana olmasa, avval migratsiya bo'limidan aniq tartibni so'rang. 5-chi nozik masala, to'lovlar va imtiyozlar. Ayrim toifadagi fuqarolar, jumladan nogironligi bo'lgan shaxslar, ijtimoiy himoyaga muhtojlar yoki yoshi katta shaxslar uchun ayrim hollarda alohida tartib yoki yordam bo'lishi mumkin. Lekin buni hamma pensioner bepul oladi deb umumlashtirish noto'g'ri. To'lov miqdori, davlat boji, xizmat haqqi va imtiyozlar amaldagi qoidalarga qarab o'zgarishi mumkin. Shuning uchun to'lov qilishdan oldin Davlat xizmatlari markazi, migratsiya bo'limi yoki rasmiy manbalardan aniqlang. 6-chi nozik masala. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Men pasportni navbatsiz qilib beraman. Pensionerlarga maxsus aksiya bor. Pulni menga bering, uyga olib kelaman degan gaplarga ishonmang. Hujjat ishlari faqat rasmiy idoralar orqali qilinadi. Ayniqsa yoshi katta odamlarning pasporti, PIN-fil raqami, bank kartasi, SMS kodi begona odam qo'liga tushsa, moliyaviy zarar bo'lishi mumkin. Farzandlar ota-onasiga tushuntirsin. Hech kimga pasport rasmini, karta kodini, telefoniga kelgan SMSni yubormasin. Endi aniq qadamlarni aytaman. Birinchi qadam, uyda hujjatlarni stolga qo'ying va tekshiring. Pasportning amal qilish muddatiga qarang. Rasm asliqmi, sahifalar butunmi? Ism, familiya boshqa hujjatlar bilan bir xilmi? Tug'ilgan sana to'g'rimi? Manzil ma'lumotlari mosmi? Shularni tekshiring. Agar pensionerning bank kartasi bo'lsa, kartaning tugash muddatini ham qarang. Ikkinchi qadam, agar shubha bo'lsa, telefon orqali yoki borib tuman migratsiya va fuqarolikni rasmiylashtirish bo'limidan maslahat oling. Davlat xizmatlari markaziga ham murojaat qilish mumkin. Savolni umumiy bermang. Pasport almashtirish kerakmi desangiz, javob ham umumiy bo'lishi mumkin. Aniq ayting, falon yilda berilgan pasport kitobchamiz bor. Muddati falon sanagacha pensioner, chet elga chiqmaydi, bank kartasi falon oyda tugaydi. Almashtirish shartmi yoki muddatigacha yursa bo'ladimi? Shunda aniqroq javob olasiz. 3-chi qadam, agar almashtirish kerak bo'lsa, kerakli hujjatlarni oldindan tayyorlang.
odatda shaxsni tasdiqlovchi mavjud hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi yoki unga oid ma'lumot yoki ajrim hujjatlari kerak bo'lishi mumkin. Ayniqsa familiyada o'zgarish bo'lsa. Agar pasport yo'qolgan bo'lsa, yo'qolganlik holati bo'yicha belgilangan tartibda murojaat qilinadi. Agar nogironlik yoki yotoq holati bo'lsa, buni tasdiqlovchi tibbiy hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda ro'yxat farq qilishi mumkin. Shuning uchun oldindan so'rab oling. 4-qadam. Bank bilan bog'liq masalani alohida tekshiring. Agar pensiya bank kartasiga tushsa, bankka borib yoki telefon orqali hujjat ma'lumotlarini yangilash kerakmi deb so'rang. Yangi ID karta olganingizdan keyin bankdagi ma'lumotlarni yangilashni unutmang. Chunki siz hujjatni almashtirdingiz, lekin bank tizimida eski pasport ma'lumotlari qolgan bo'lishi mumkin. Keyin karta yangilashda yoki pul yechishda muammo chiqmasligi uchun buni vaqtida qiling. 5-qadam, pensiya bo'limi bilan ham ma'lumotlarni moslang. Agar pasport yoki ID karta ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa, tuman pensiya jamg'armasi bo'limiga murojaat qilib, pensionerning shaxsiy ma'lumotlari yangilanganini tekshirtiring. Ayniqsa familiya, ism, tug'ilgan sana, PIN, FL, yashash manzili o'zgargan bo'lsa, bu juda muhim. 6-qadam. Eski hujjatdagi muhim sahifalardan nusxa olib qo'ying. Nikoh qaydi, bolalar haqidagi yozuvlar, ro'yxat manzili, oldingi familiya haqidagi ma'lumotlar kelajakda kerak bo'lishi mumkin. Yana aytaman, nusxa rasmiy hujjat o'rnini bosmaydi, lekin ma'lumotni izlashda yordam beradi. Hujjatlarni papkaga solib, ustiga pasport, pensiya, bank, uy-joy, tibbiy hujjatlar deb ajratib qo'ysangiz, favqulodda holatda ham farzandlar qiynalmaydi. 7-qadam. Yoshi katta odamni yolg'iz yubormang. Hujjat almashtirish jarayoni oddiy tuyulsa ham, pensioner navbat, to'lov, ariza, suratga tushish, elektron terminal, SMS, bank kassasi kabi jarayonlarda charchashi mumkin. Yonida ishonchli farzandi yoki qarindoshi bo'lsin. Lekin uning o'rniga hamma narsani yashirincha hal qilishga urinmang, chunki shaxsiy ma'lumot va rozilik masalasi bor. 8-qadam. Agar xodim sizga tushunarsiz talab qo'ysa, muloyimlik bilan asosini so'rang. Janjal qilish kerak emas. Qaysi hujjat kerak? Qaysi xatolik bor? Buni qaysi dorada to'g'rilayman? Arizani qanday yozaman deb aniq savollar bering. Zarur bo'lsa, yozma ravishda murojaat qiling. Yozma murojaatning afzalligi shundaki, unga rasmiy javob berilishi kerak bo'ladi. Demak, pasport kitobchani almashtirish masalasida vahima qilish kerak emas, lekin beparvo bo'lish ham mumkin emas. Pensionerga biometrik pasport yoki ID karta kerakmi degan savolning javobi uning holatiga bog'liq. Hujjat muddati, yaroqliligi, ma'lumotlar to'g'riligi, bank va pensiya amaliyotlari, chet elga chiqish rejasi, sog'lig'i va rasmiy ishlarga qarab qaror qilinadi. Agar hujjat muddati tugagan, yirtilgan, ma'lumotlar xato yoki bankda muammo chiqayotgan bo'lsa, albatta rasmiy idoraga murojaat qilib yangilash kerak. Agar hammasi joyida bo'lsa, shoshilmasdan, lekin oldindan reja bilan harakat qilish kerak. Sizlardan iltimos, uyingizdagi ota-onangiz, buvingiz, bobongizning hujjatlarini bugunoq bir tekshirib qo'ying. Kommentariyada yozing, sizda eski pasport kitobcha bormi? Almashtirishda muammo bo'lganmi? Bank yoki pensiya bo'limida qanday talab qilishgan? Tajribangiz boshqalarga yordam beradi. Video foydali bo'lgan bo'lsa, like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki bitta to'g'ri ma'lumot butun oilani ortiqcha yugur-yugurdan saqlab qolishi mumkin.